Hokimning uy qurish uchun yer ajrash haqidagi qarori haqiqiy emas topildi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu masala meni shaxsiy hayotimda sodir bo'ldi. Ya'ni men yashab kelayotgan ko'p qavatli uyning ro'parasida bo'sh yer maydoni mavjud edi. Ushbu bo'sh yer maydonini 2018-yilda hokim qarori bilan quruvchiga berib yuborilgan. 2025-yilda quruvchilar tomonidan ushbu yer maydonida qurilish ishlarini amalga oshirish harakatlari boshlandi. Shundan so'ng biz sudga hokimning qarorini haqiqiy emas topish haqidagi ariza bilan murojaat qildik. Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yildagi qarori bilan Toshkent shahar hokimining bo'yicha nizoli qarori haqiqiy emas topildi. Biroq quruvchi tomonidan, quruvchi vakillari tomonidan ushbu quyi sudning birinchi instansiya sudining qaroriga nisbatan shikoyatlar berilib kelindi. Oxirgi sud majlisimiz 2026-yilning 20-aprelida bo'lib o'tdi. Ushbu sud majlisi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida bo'lib o'tdi va ma'muriy ishlar bo'yicha sudlar hay'atida bu masalamiz muhokama qilindi va bizning foydamizga qaror qabul qilindi. Ya'ni shu qaror bilan quyi sudlarning, ya'ni birinchi instansiya, apellyatsiya va taftish instansiya sudlarining qarorlari o'z kuchida qoldirildi. Bundan bizni qo'shnilarimiz, shaxsan o'zim ham juda ham xursand bo'ldik. Sababi aynan 4 ta ko'p qavatli uyning orasiga o'sha xalq yashaydigan, farzandlarimiz chiqib o'ynaydigan bolalar maydonchasi, dam olish maskanlari aholining ixtiyorida qoladigan bo'ldi. Agar sizlarda ham shunga o'xshash holatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar va biz sizlarning murojaatlaringizni o'rganib chiqamiz va ularni hal qilish harakatini qilamiz.